Nasaf ishtirok etishganda, Nasafning g'alabasi o'shanda qayd etilgandi. Toshkentda Bunyodkor stadionida bo'lgan raqobat. O'tgan yili Vodiy jamoasi poytaxtga borganda, hozir yaxshi imkoniyat. Jamshid shu yerdan zarba va gol! Hisob ochilyapti. Darvozabondan qaytgan to'pni to'rga joylab qo'yapti. Ismoilov bu yerda. Ajoyib harakatlar bilan Pereira. Tayyor turgan ekan. Va doimgidek Jamshid boshladi. Aynan. Eng xavfli futbolchi maydondagi. Olmaydigan nuqtadan to'pni tepdi darvozaga. Buni Nazarov ham kutmagandi. Mana takroriy lavhani ko'rishimiz mumkin. Jamshid bu tomondan boshladi, keyin bu tomonga qaylishdi. Shu joyda qattiq tepib yuborishdi. Jamshid esa chap oyog'i bilan to'pni, qiziq tomoni, agar Nazarov to'pga tegmasa, umuman darvozaga aniq bormas ekan ham. O'ziga o'zi hozir posbon gol olib keldi desak ham bo'ladi. Bu yerda xato ekan ko'proq. Futbolchining performansidan ko'proq. Hop, shundoq uzatib berdi. Nazarovdan assist. Xo'sh, 4-o'yin ham